Assalomu alaykum. Bugun xususiy metodika fanidan aql zaif o'quvchilarning ekologik tarbiyasi hisoblanadi. Bugungi rejalarimiz aql zaif o'quvchilarning ekologik ta'limning o'ziga xos xususiyatlari, ekologik tushunchalarni shakllantirish va o'qitish metodlari, ekologik ongni rivojlantirish strategiyasi va baholashning usullari hisoblanadi. Aql zaiflarga ekologik tarbiyani o'rgatishdan maqsad va vazifalari bu avvalambor maqsad aql zaif o'quvchilarning tabiatga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirishdan iborat hisoblanadi va oddiy ekologik muammolarni tushunishga o'rgatish, ularni kundalik hayotda ekologik xulq-atvorni rivojlantirishdan iborat. Aql zaif o'quvchilarning xususiyatlari orasida diqqati past, konsentratsiyasi, axborotni sekin qabul qilish, nutqning rivojlanmaganligi va abstrakt fikrlash qobiliyati cheklanganligi kabi jihatlar ham mavjud hisoblanadi. Ekologik tushunchalarni shakllantirish usullari va ta'limiy materiallari ham mavjud. Bunda ekologik tushunchalarni shakllantirishda o'qitish modellari va materiallar oddiy va tushunarli tarzda taqdim etilishi muhim hisoblanadi. Ta'limiy materiallar real obyektlar, barglar, toshlar, rasmlar, video va modellar kabi turli xil bo'lishi kerak hisoblanadi va 70% vizual materiallar qo'llanib boriladi. O'qitish metodlari, vositalar va amaliy mashg'ulotlar. Bunda ko'rgazmali qurollar, masalan 3D formatdagi modellar orqali mavhum tushunchalarni shakllantirishimiz kerak hisoblanadi va ularda mavhum tushunchalarni soddalashtirib, aniq va tushunarli qilish orqali ularga tushuntirib berishimiz kerak. Amaliy mashg'ulotlar, masalan 5 ta kichik daraxt ekish aql zaif o'quvchilarga ekologik tushunchani amalga qo'llash imkoniyatini beradi va ularning bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi. Keyingisi esa ekologik ongni rivojlantirish strategiyasi. Bunda aql zaif o'quvchilarni uchun ekologik madaniyatni oshirishda undan ortiq oddiy qoidalarni o'rgatish, ularga atrofga nisbatan mas'uliyatni singdirish va xulq-atvorni yaxshilaydi. Har bir o'quvchi individual ta'lim strategiyasini ishlab chiqish, ularning qobiliyatlarini hisobga olgan holda 3 ta asosiy ekologik muammoni tushunishga yordam beradi. Keyingisi esa o'quv dasturlarini rejalashtirish va o'quvchilarni tayyorlash. O'quv dasturlari aniq, aql zaiflar uchun soddalashtirilgan bo'lishi kerak. Bunda asosiy ekologik tushunchalar 3-5 ta asosiy mavzuga bo'linadi va vizual materiallar bilan mustahkamlanadi. O'quvchilarning tayyorgarligi integratsiyalashgan ekologik ta'lim bo'yicha kamida 40 soatlik o'quv kursini o'z ichiga oladi. Keyin esa bunda ota-onalarni jalb qilish va baholash usullari ham mavjud hisoblanadi. Ota-onalar jalb qilishda har chorakda individual uchrashuvlar tashkil etish, o'quvchilarning ekologik bilimlarini 5 ballik tizimda baholash va natijalarni oila a'zolariga yetkazish kerak hisoblanadi. Baholash usullarida kuzatuvlar, savol-javob va 3 ta amaliy topshiriqlar natijasida kiritishimiz mumkin hisoblanadi. Mavjud muammolar, yechimlar va resurslarning istiqbollari. Bunda aql zaiflar bolalar uchun ekologik ta'limda mavjud bo'lgan muammo. Birinchisi murakkab tushunchalarni soddalashtirilganning qiyinchiligi, yechim esa vizual materiallardan ko'proq foydalanish kerak hisoblanadi. Resurslar sifatida ishlab chiqilgan o'quv qo'llanmalar, moslashtirilgan dasturlar mavjud hisoblanib, istiqbollar inklyuziv ta'limning rivojlanishi va ekologik ongni oshirishga imkoniyat yaratib beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.